Assalomu alaykum, hurmatli azizlar. Yuqoridagi darsliklarimizda barchasida shu miyada qon aylanish, surunkali buzilishlar to'g'risida so'z olib borgandik. O'shalarning keyingi bosqichdagi kasalliklari bu sirkulyatorniy ensefalopatiya deyiladi. Bu ensefalopatiya bu diffuz ko'p fokallik, ya'ni bosh miya shikastlanishi bo'lib, unda turli sabablarga ko'ra e'tibor bering. Infeksiyadan tashqari va yallig'lanish, miyaning zararlanishidan tashqari nafaqat bosh og'rig'i, charchash, xotira yo'qolishi kabi subyektiv shikoyatlar, balki bemorning nevrologik va neyropsixologik tekshirish paytida aniqlash mumkin bo'lgan ko'p fokalli yoki diffuz organik bosh miya patologiyasini obyektiv belgilari ham mavjud bo'ladi. Bunda nima kuzatishimiz mumkin? Sirkulyatorniy ensefalopatiya surunkali bosh miya qon aylanishi yetishmovchiligi tufayli yuzaga keladi. Bu bosh miya to'qimasida diffuz o'zgarishlar va tarqoq nevrologik o'choqli mikrosimptomlarni keltirib chiqaradi. Bu esa mana hissiyot deymiz-ku, ya'ni emotsional labillikning va intellektual mnistik buzilishlarga olib keladi. Ularning og'irlik, ya'ni ularning kasallik og'irlik darajasi, o'zgaruvchanlik darajasi asta-sekin o'sib boradi. Bosh miya qon tomir yetishmovchiligining umumiy qon tomir patologiyasi fonida rivojlanadi. Asosiy sabablarga qarab bosh miya qon tomir yetishmovchiligini quyidagi shakllarga ajratiladi. Asosiy sabablarga qarab e'tiborli bo'ling. Buni biz 3 ga bo'lib o'rganamiz. Sirkulyatorniy ensefalopatiyani bu birinchi tipi turi aterosklerotik ensefalopatiya deymiz. Ikkinchisi gipertonik ensefalopatiya va uchinchisi venoz ensefalopatiyalarga bo'lib o'rganamiz. Endi bu ko'proq venoz ensefalopatiya ko'pincha aralash tabiatga ega bo'ladi. U to'g'risida hali keyin yana muhokama qilamiz. Bosh miya qon tomir yetishmovchiligining endi og'irlik darajasiga qarab 3 bosqichga ajratamiz. Birinchi bosqich qanday bo'ladi? Birinchi bosqichda ko'p hollarda bosh miya faoliyati saqlanib qoladi, ya'ni bemalol ishlash qobiliyatiga ega degan. Ikkinchi bosqichda esa bosh miya faoliyati qobiliyati turli darajada saqlanib qoladi-yu, lekin baribir nevrologik holatlari ko'riladi, patologiya holatlari. Uchinchi bosqichda esa bosh miya faoliyati, ish qobiliyati odatda nogironlikka tortadi. Bosh miya qon tomir yetishmovchiligiga tashxis qo'yishda nimalardan foydalanamiz? Bunda birinchi o'rinda va yuqorida aytib o'tgan nevrologik holat ko'riladi. Neyropsixologik holatlari analiz qilinadi, o'zlarini maxsus testlari bor. Baliga qarab qo'yiladi va ulardan tashqari jismoniy holati, ruhiy holati, rioensefalografiya, ya'ni shunday moslashuvdagi tekshiruv moslama orqali tekshiriladi. Elektroensefalografiya orqali tekshiriladi. Shulardan olingan ma'lumotlar. Keyin ultratovush tekshiruv, oftalmoskopiya, ko'zning tomirlari ham ko'riladi. Qon ivish tezligini holati va ba'zi holatlarda kompyuter tomografiya yoki
magnito-rezonans tomografiya natijalaridan umumiy holatidan keyin distrukляция ensefalopatiyani turlari yoki kechish darajasiga qarab bosqichlarini aniq diagnoz qo'yishimiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat.